Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-iyun Namanganda boshlangan ishlarimiz nihoyat yetdi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ishlar bitta zapravkada xudo xohlasa mana qaynashga chiqib qoldi mana. Ozgina o'tirmalar mana. Donishlarni olib qo'yasiz. Uzoqroq olasiz. Pasaytirib. Qaynashga kelib qoldi o'rtoqlar. Bozorda mana qaynashga keldi. Mana mo'rli tandirlarimiz akalar mana. Tandirga mangal qo'ysa ham bo'laveradi. Bemalol keyinchalik xudo xolasa alishtirsa ham buyog'iga tegilmaydi. Matdan yo'q, nima qilib buzib turib tandirga kizib qo'yaveradi. O'choqlarimiz mana bir zumda qaynashga keladi. Yonishlarni olib qo'yasiz, yana bu qator. Va mana bu qozonni ham olasiz. Mana bu ovozdan tizzaga kelib qoldi. Ozgina o'tirmadi mana. Mana. Mana doshlar esingizda mana o'rtoqlar. Mana. O'sha qaynashga keldi mana. Ozgina o'tirmadi. Cherezo 8 oborot bilan bo'ldi bu. Eski chertyo'jda. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. O'chaqchilar qiroli kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Doim xizmatda bo'lib, rahmat katta sog' bo'linglar.